Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida konstitutsiyaviy huquqiy islohotlarning hozirgi holati va istiqboliga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda mamlakatimizning konstitutsiyaviy islohotlari, fuqarolik jamiyati institutlarining kuchayishi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro majburiyatlar bilan uyg'unlashuvi ilmiy asosda muhokama qilindi. Barqaror rivojlanish maqsadlari sari O'zbekiston konstitutsiyasida qanday yangi me'yorlar belgilangan? Mana shu me'yorlarning mazmun mohiyati va ularni amalga oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf qilish bo'yicha qanday chora-tadbirlar ko'rish lozim ekanligini muhokama qilinmoqda. Bu juda ham muhim tadbir, chunki aynan mana shu ekspertlar, olimlar, amaliyotchilar mavjud muammolarni muhokama qilishi, ularni ko'tarishining o'zi shu jarayonni takomillashtirishdagi eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Mana bevosita konstitutsiyani ijtimoiy sohadagi, xususan ta'lim sohasida, meditsina sohasida, mana mehnat sohasida kiritilgan yangiliklari, bu bo'yicha xalqaro standartlar, xususan barqaror rivojlanish maqsadlarida qanday chora-tadbirlar belgilanganligi, mana shu chora-tadbirlarni amalga oshirishga qanchalik xizmat qilayotganligi ko'rib chiqilmoqda. O'ylaymanki, konstitutsiyamiz qabul qilinganligi bayrami arafasida biz mana shu masalalarni muhokama qilib, amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqishga o'z hissamizni qo'shamiz. Huquqiy davlat tamoyillari, oshkoralik, hisobdorlik va davlat organlari faoliyatining samaradorligini baholash kabi yo'nalishlarda so'z bordi. Bu konferensiyani tashkil etishdan maqsad biz aholi o'rtasida juda ko'p marotaba bong urilayotgan barqaror rivojlanish maqsadlarini aynan konstitutsiyada qanday ahamiyat kasb etganligiga bog'liq. Barqaror rivojlanish davrida konstitutsiyaning roli shundan iboratki, unda global maqsadlar aynan milliy huquqiy asoslar orqali belgilab qo'yildi. Xususan, barqaror rivojlanish maqsadlarida aks etgan sifatli ta'lim, gender tengligi, ekologik himoya kabi asosiy tamoyillar aynan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yilgan. Xususan, yangilangan tahrirdagi 2023-yilda referendum orqali yangilangan konstitutsiyamizda ham barqaror rivojlanish maqsadlarining eng muhim asosiy bosqichlari aynan konstitutsiyada aks etgan. Bugungi konferensiya ham aynan o'sha barqaror rivojlanish maqsadlarini konstitutsiyada qay darajada muhim o'rin tutgani hamda uning aholi orasidagi o'rni va roli asosiy bosqichga olib chiqilgani bugungi konferensiyaning asosiy maqsadlaridan biridir. Shuningdek, konferensiya davomida taqdimotlar, uchrashuvlar va ochiq muloqotlar o'tkazildi. Tadbir yakunida xalqaro ekspertlar ishtirokida strategik tavsiyalar, siyosiy huquqiy takliflar hamda ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.